Ayol bir kunda ketmaydi. U sekin-sekin ketishni o'rganadi. Chidashni sevgiga adashtiradi. Kechirishni sabr deb o'ylaydi. Har safar gaplari eshitilmaganda, orzulari inkor qilinganda, hozirlari keyinga qoldirilganda, sekin asta o'zidan voz kechib boradi. Qarabsizki, yoningizda siz bir paytlar sevgan go'zal, chiroyli ayol emas, siz shakllantirgan va jahl zaharxanda ayol turgan bo'ladi. Uni hayot emas, vaqt ham emas, aynan sizning munosabatingiz o'zgartirgan. Qiziq. Siz ayolingizni asrayapsizmi yoki shakllantiryapsizmi? Yoningizda kim bor? Tikanli atirgulmi yoki bezarar lolalar?